Dunyoda juda ajablanarli shaharlarga to'la joylar ko'p, lekin ularning ichida bittasi bor. O'zining sirli qutb kechasi va hayratlanarli tabiati bilan boshqalardan ajralib turadigan Murmansk. Murmansk Rossiyaning eng shimolida, qalin qorlar bilan o'ralgan hududda joylashgan shahar. 1916-yilda asos solingan bu shahar o'zining sovuq iqlimi va noyob tabiat hodisalari bilan mashhur. Bu yerda hayot oddiy emas, lekin juda qiziqarli. Murmanskda qish juda uzoq davom etadi. Havo -20 gradusgacha sovib ketadi. Kuchli shamollar esa sovuqni yanada keskinlashtiradi. Yoz esa qisqa va salqin, ko'pincha 10-15 darajadan oshmaydi. Bu sharoit murmanskliklar hayotiga o'ziga xoslik qo'shadi. Murmanskning eng g'aroyib jihatlaridan biri qutb kechasi. Dekabr oyidan boshlab qariyb 40 kun davomida quyosh umuman chiqmaydi. Shahar butunlay qorong'ulikda qoladi. Hayot esa faqatgina ko'cha chiroqlari yordamida davom etadi. Bu hodisa shaharni yanada sirli va ajoyib ko'rsatadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Oldinda yana ko'plab qiziqarli joylar bor.